Chaqaloqlarni o'pishadi, ko'tarishadi, erkalashadi-yu, o'shanda qanaqadir chaqaloqga virusli narsalar, qanaqa kasalliklar yuqib qolishi rostmi? Virusli protses paytida to'g'ri yuqishi mumkin. Gerpeslar yuqishi mumkin. O'pganda aynan uchuqlar bor, o'shalar yuqishi mumkin. Chunki bola hali sterilmi. Bu dunyoga kelgandan keyin bu dunyoga moslashish kerak. Moslashayotganda qancha bolani tozaroq muhitda asrab avaylasa, kasallikni kam o'tkazsa, u shundoq ham moslashaveradi sekin-sekin. O'sha moslashayotgan davrda shunaqa narsalarning hajmi ko'payib ketsa, ya'ni yuquvchi mana shu virusli protseslar, o'shani ko'tara olmaydi-da, o'sha organizm kurashuvchanligi buzilgandan keyin isitma bilan namoyon qiladi, boshqa qiladi, kasallikka chalinishni boshlaydi. Chalinmasligi uchun o'sha qancha o'zi ehtiyotlasa, shuncha gigiyenaga rioya qilinsa bo'ldi. Bu chaqaloqlar immuniteti necha oylikdan rivojlanishni boshlaydi? Tug'ilgandan o'sha sekin rivojlanib, shakllanib borib, bu dunyoni tanib, organizmiga tushgan narsaga o'shanga hosil bo'lib ketaveradi. Xuddi mana biz bitta ishga kirsak, o'sha ish jarayonida sekin ko'nikib, moslashib, o'rganib boramiz-ku, organizm xuddi shunaqa tashqi muhitga moslashib boradi. O'shani immunitet deydi.